Bundan 6 yilcha oldin birinchi marta sinfxonada doskani oldida turib bir guruh o'quvchilarga litseyda dars o'tishni boshlaganman. Ya'ni dars o'tib ko'rganman. Ingliz tili ustozimiz maternity leave deydi-yu. Shu farzandli bo'lmoqchi bo'lganlarida ishdan javob olib ketganlar. O'sha payt birinchi marta hayotimda massiv, ya'ni sinfxonada dars o'tib ko'rgandim-da. Bir o'zim bo'lmaganman, yonimda o'rtog'im bo'lgan, sinfdoshim bo'lgan. Shu ustozimiz ketganlarida yangi ustoz kelgan o'rinlariga va yangi kelgan ustozni vaqtlari bo'lmagan, ya'ni qo'shimcha dars o'tgani. Bizning ustozimiz shu paytgacha boshqa sinflarga, maktabning o'zidan, maktab tashqarisidan o'quvchilarga o'sha qo'shimcha darslar o'tib kelgan bo'lganlar va o'sha yangi kelgan ustozdan so'rashgan keyin, ustoz dars o'ta olasizmi, shunaqa biz darsdan keyin shug'ullanardik deyishgan. Endi ustoz vaqti yo'q. Shunga endi men ustozda ancha yillar 10 sinf paytim adashmasam, ustozda o'qib, olimpiadalarga, bilim yo'llash olimpiadalariga chiqib, deyarli hamma shu to'garak guruhlarda yurardim. O'shandan keyin maktab litseydagi o'quvchilar, kichkina sinf o'quvchilari, kichkina deganim endi bizdan 1-2 yosh, 3 yosh kichkina o'quvchilar so'rab qolishgan. Siz o'tmaysizlarmi deb o'rtog'im bilan. Endi g'alati bo'lgan, shu paytga o't ko'rmaganmiz. Nimadir tushuntirgan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni homeworkga yordam berganmiz, qayerdadir mamamnaqa bo'ladi, boshqa. Ustozni o'sha to'garak, qo'shimcha to'garaklarda ham ba'zida shu o'quvchilarni savol javob qilishga, vocabulary so'rashga qarashib turardik. Va boshqacha hissiyot, birinchi martasi. Va undan keyin bitirdik, maktab bitirib, ALSga tayyorlanib yurib, hali solmagan paytimda yana shunaqaroq vaziyat, bir xil ssenariy. Seferga tayyorlanayotgan o'quvchilar bo'lgan. Ularni ustozimiz seferga tayyorlaydilar. Ulardan oralarida IELTS olmoqchilar bo'lgan. Ustozimiz o'zlari IELTS topshirmaganlar uchun shu payt sen bilasan, yo'l yo'rig'ini borgansan, ko'rsatgan. Men o'zimni hali IELTS yo'q, demasam. O'sha boyigan o'qigani, ko'rsatgani kelgan, ya'ni yo'l ko'rsatgani, yo'l ko'rsatib ketsam bo'ldi deyishgan. Va bitta ustoz kelgan bo'lgan, IELTS o'rgatadigan. Shu ustoz yaxshi ustozmi, qanaqa o'zi, mana shu bugun qanaqa dars bo'ladi. Shu darsga san ham kelib o'tirchi, ko'ramiz deyishgan. Borganman. Ustoz yaxshi edilar. Ya'ni tushuntirish boshqa IELTS tomonlama, IELTS 7 mi adashmasam, olganlar o'sha payt va u ustoz maktab o'zida o'tishga rozi bo'lgan birinchi. Maktab o'ziga kelib o'taman degan, litseyning o'zidan. Chunki biz litseydan tashqariga chiqarardi, lekin agar ehtiyojini o'zi litseyning o'zida qoplanadigan bo'lsa, ya'ni o'sha yopiladigan bo'lsa, tashqariga ehtiyoj qolmaslik holat bo'lsa, chiqarishmasdi. Shunisi yaxshi edi o'zi, litsey uchun ham, o'quvchilar uchun ham borib kelib yurmasdi. O'shanda ustoz boshida, ya'ni maktabda litseyda o'taman degan, keyin o'ta olmaganlar. O'sha payt ham keyin o'zing o'tib olsang-chi degan ustozimiz, menda hali yo'q-ku hali. Qanaqa o'taman deb o'shanda ham o'ylagan edim. Ya'ni birga tayyorlanganmiz. Men o'zim shu ustozim, ya'ni IELTS tayyorlangan ustozim menga nima o'rgatgan bo'lsa, qanaqa protsess bo'lgan bo'lsa, ularga ham shu narsani o'rgatib qilib birga ishlab ketganmiz. Topshirganman. Ya'ni ularni tayyorlab, o'zim ham tayyorlanib, jarayonda ularga bergan homeworkni o'zim ham qilardim deb. Keyin topshirganman. 7 chiqqan birinchisi. Va o'shandan keyin va olishimdan oldin ham endi IELTS o'tib yuribman-ku. O'sha litseydan tanishimiz, bizdan 1 yosh kichkina bola o'quv markazi ochgan, o'sha o'quv markaziga taklif qilgan, dars o'tmaysizmi deb. Demasam, yana IELTS yo'q boshqa, endi maktab bitirganmiz. Va o'tib yuribsiz ekan, ham bilganman maktabdan. Grammatikangiz anaqa yaxshi, baribir grammatikani o'tib tursangiz, grammatika guruhlari ochib beramiz deyishgan. Xo'p deb yo'la boshlaganman. Xullas, umumiy anglab yetganim o'shanda, ya'ni birinchi marta teaching qilar ekansiz, nimadir o'rgatmoqchi bo'lar ekansiz, bilishni o'zi yetarli emas. Ya'ni men hayron qolganman. O'quv markazida ham, undan oldin ham yoki IELTSga tayyorlayotgan paytim ham ba'zi narsalarni o'zim bilaman. Ya'ni mana shunaqa bo'ladi. Yoki mana bunaqa qilsa bo'ldi. Yoki mana bunaqa topiladi javob, yoki bu mana shunaqa grammatika, mana shunaqa qoida. Bu yoqda o'quvchilar turadi, hayron qarab, nima ekan bu debda. Ya'ni men o'zimni bilishim va uni tushuntira olishim boshqa skill ekan bular degan narsani o'shanda birinchi marta anglab yetgan edim. Va mana oradan yillar o'tib, oradan yillar o'tdi dedik. Oradan yillar o'tib 4-5 yil o'tgan bo'lsa, hozir mana shu teachingga oid men anglab yetgan eng katta 3 ta darsni, ya'ni haqiqat, realization deydi-yu, shunaqalarni aytib o'tmoqchiman. Boshladik. Birinchisi, teachingga
long term qarash va jiddiy olish. Ya'ni muammo nima bo'lgan? Men o'zimda shu boyaga aytganimdek, men o'zim teachingga prosta shu bo'lib qolganda, ya'ni chaqirib qolishgan, aytib qolgan, ustozimiz ketib qolganlar, kimdir o'tish kerak bo'lgan, men o'tishim kerak bo'lmagan, prosta so'rab qolishgan. Mana shunaqa kelib qolganman. Va bu hech qanaqa yomon joyi yo'q buni, bunaqa bo'lishini. Lekin mana shunaqa bo'lgani uchun ham, ya'ni men o'zim yoshligimda o'qituvchi bo'laman tanlamaganim uchun, ya'ni orzu qilib yurmaganim uchun teachingga ko'p vaqt men juda oddiy narsadek qaraganman. Ya'ni kasbim shu deb qaramaganman-da. Ya'ni hozircha qilib turing, ya'ni anaqa ish bo'ladi-ku, vaqtinchalik ishdek qaraganman va jiddiy olmaganman. Va bu nimaga olib keldi desa, mana shu 5 yil deylik, 5 yil bo'lgan bo'lsa, shu 5 yilni ichida agar anaqa hypothetical gapiryapmiz, men boshidanoq commit qilganimda, ya'ni commitment bo'lganda menda qanaqadir o'zimni bag'ishlaganimda teachingga, hozirgacha bilmadim, ancha o'ylayman, ancha yuqori darajada va anchayin salohiyatli bo'lgan bo'lardim deb. Va bu muammoni men boshqa insonlarda ham, ya'ni asosan o'quv markazida ishlaydiganlarda, maktabda ba'zi maktabda ishlaydigan ustozlarda ham ko'raman. Ya'ni ishiga jiddiy qaramaslik yoki teachingni long term ko'rmaslik, uzoq muddatli, umr oxirigacha qiladigan ish sifatida ko'rmaslik. Xo'p, bu nimani o'zgartiradi? Ya'ni nima farqi bor? Kimdir ishiga jiddiy qaradi, kimdir umrini men umrim oxirigacha shu ishni qilaman dedi. Birinchidan, agar siz ishingizga long term qaramasangiz, ya'ni men bu ishni oxirigacha umrim oxirigacha qilaman degan yondashuv hech yo'q, yondashuv bo'lmasa, o'z-o'zidan ishlamaysiz. Ya'ni ishlaysiz yetarli, enough deydi-ku, bo'ldi, yetadi. Ya'ni haydalib ketmaslik, ya'ni shu o'z boshida ishga kirishdan oldin ishga kiroladigan darajada boyagi basic requirement qilinadi. Ishga kirib bo'lganingizdan keyin haydalib ketmaslik uchungina qilinadigan yoki kerak bo'ladigan ko'nikmalar bo'lsa, yo bilimlar bo'lsa, shular o'rganiladi, bo'ldi. Shu nimadir sertifikat kerak, bo'ldi, yangilab qo'yasiz ozgina. Bunaqa bo'ldi. Degan, ya'ni mana shunaqa olib keladi. O'z-o'zidan jiddiy olsangiz, men bu ishni, bu meni kasbim. Ya'ni bo'ldi, hayotimni men shu kasb atrofiga quraman deydigan bo'lsak, nima o'zgaradi? O'z-o'zidan tayyorgarlik o'zgaradi. Ya'ni darslarga tayyorlanib kelishingiz, o'quvchilarga va o'rgatayotgan ilmingizga vaqtincha qaramaysiz. Shuni o'tsam bo'ldi. Mana shuni o'tib qo'ysam, mana shuni tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Yoki mana shu o'quvchi 2-3 oydan keyin ketadi, bo'ldi. Bu unaqa ko'p ishlamaymiz yoki uzog'i 1 yil shu beginnerdan upperga olib chiqib qo'yaman yoki yoki IELTS o'zi kelgan bo'lsa, shu 3 oyda anaqa pre-IELTS qilamiz, 2 oy yana IELTS tayyorlanadi, shu 6,5-7 olsa bo'ldi, ketdi. Degan qarash bo'lmaydi sizda. Siz teng bo'ling maktablarda. Shu bolalarga siz 2-3 yil yoki 5 yil, balki 10 yildir qarashni boshlaysiz. Bu ya'ni u o'quvchini siz har kuni ko'rasiz. Uni tarbiyasiga ham ahamiyat berish boshlaysiz, chunki darsga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. O'z-o'zidan siz o'z ustingizda ishlashingiz oshadi, ya'ni ko'p o'z ustingizda ishlashingizga to'g'ri keladi, chunki siz o'z kamchiliklarni analiz qilishni boshlaysiz birinchidan. Ikkinchidan, o'z ustingizda ishlamasangiz, boyagi bolalarning tarbiyasi, ularga narsani yaxshiroq tushuntirish, qiziqroq qilish darsingizni, influence qilish ularni. Mana shunaqa narsalar kelib chiqaveradi-da. Ya'ni ularni to'g'ri bilimlarini baholash, assess qilish, test qilish, testdan yiqilganlar bilan ishlash, boshqalar chiqib kelaveradi u yog'i. Mana shu narsalar. Men bu narsaga qayerdan keldim? Steve Jobsni 2005-yilgi Stanford universiteti bitiruvchilariga so'zlagan nutqi bor. Uni men bu Die Empty degan kitobda o'qigan edim.
hozir ham o'qiyapman. Steve Jobs aytar ekanda, o'ziga o'zi savol berar ekan har kuni ertalab. Agar bugun mani hayotim oxirgi kuni bo'lganida qilmoqchi bo'lgan ishimni qilarmidim? I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Ya'ni bugunga reja qilgan yoki bugun qilishim kerak bo'lgan ishlarni qilarmidim-da. Men so'rab ko'rganman o'zimdan. Men dars o'tayotgan paytda o'lishga tayyormanmi? Rozimanmi? Tayyormanmi emas, boshqa. Rozimanmi shunga? Ya'ni dars o'tayotgan paytimda jonim chiqishiga rozimanmi? Yoki agar ertalabda Steve Jobsga o'xshab ertalabda berayotgan bo'lsak bu savolni, ertalab bugun hayotim oxirgi kuni bo'lganda ham kelarmidim? Ishimga kelarmidim? Shu maktabga kelib shu dars o'tgan bo'larmidim? degan savol. Menda ko'p bo'lmadi, 1,5 yil bo'ldi shekil. O'zi xususiy maktab marketingdan teaching o'tgan paytim, maktabning o'zida. O'sha teaching o'tgan paytimdan 3 oydan keyin qaror qilgan edim. Bo'ldi, teachingda ketaman. Ya'ni teaching o'sha boyagi anaqa yozgan ekanman ham. Teacher sifatida birinchi umrim bag'ishlashga tayyorman. Teacher sifatida o'lishga roziman deb yozgan ekanman. Va mana shu paytgacha karyerani o'qituvchilikni olsak, undan oldin shu aytganimdek o'zimni tumanda norasmiy dars o'tib yurganman. O'quv markaziga ham kirdim. Toshkentga kelganda ham 1,5 yil ishlab yurdim bu yoqda ham. Shu support teacher bo'lib, asosiy o'qituvchi bo'lib ham ishlab ko'rdim. Mana shu yillarni olsak o'qituvchilikni va oxirgi 1,5 yilni olsak, oxirgi 1 yil ham deylik, oxirgi 1 yilni olsak, 12 oyni olsak, oxirgi 12 oy juda katta o'sish bo'lgan. Endi bu o'sish anaqa, nima o'sish desam, odam o'zida sezishi mumkin, men rivojlanyapman deb. Tangible nima bor desa, o'sha boyagi commitment qilganimdan keyin boshlandi. Qanaqadir kurslar qidirish, men yosh bolalarga dars berardim, faqat primary boshlang'ich sinfga dars berardim birinchi yili. Mana shu boshlang'ich sinflarga samarali o'tish uchun nima qilish kerak ekan? Kitoblar, kitoblarni ko'plari boshlang'ich sinf uchun, boshlang'ich sinflarni o'qitish uchun. Ya'ni yosh bolalarni qanaqa o'qitadi, qanaqa o'rganadi yosh bolalar. O'zi tillar qanaqa o'rganiladi degan kitob, How Languages Are Learned. Ya'ni mana shunaqa narsalarni olishni boshlaganman-da. Ungacha yagona o'qigan kitobim, shuni ham endi Aziz Rahimov tavsiya qilganlari uchun, ya'ni undan oldin, ya'ni o'quv markazi paytimda ham Noisy Class, qo'yib ketamiz. Noisy Class qanaqa qilib sinfni jimlatish. Emasam o'quv markazida unaqa katta muammo bo'lmasdi. O'shani o'qigan edim xolos. Va shundan keyin boshlandi hammasi. O'shandan keyin o'sha boyagi International House Londonni shu Teaching Young Learners kursi borligini bildim. Va uni Eduaction bilan hamkorlikda bu yoq tashkillanayotganini bildim. Ya'ni bitta patok o'tib ketib bo'lgan ekan. Men qolib ketibman, ikkinchisi qachon bo'lar ekan deb kutib yurdim. O'tgan yili aprelida menimcha. Aprelda ya'ni uni o'qidim. Undan keyin hop mana shu bo'ldi. Endi men yosh bolalarga to'g'ri dars beraman. Endi o'sha paytda ham faqat yosh bolalar emas edi. 5-sinf, 6-sinflar ham bo'lardi. U o'rta sinflar, ya'ni teenagerlar. Bularga adultlar qanaqa ekan? Celta. Mana shunaqa ketyapti. Hozir Deltaga, Model 1 va Model 2 ga harakat qilamiz, xudo xolisa bu yil. Preparation boshlangan. Ya'ni mana shunaqada, ya'ni men o'zim ham hayron qolganman. Ya'ni qanaqa bunday olsangiz insonni qancha bo'ladi? 60 oy bo'ladimi? 5 yil. O'shandan 12 oyda, oxirgi 12 oyda shu mana shunaqa sertifikatlar, ilmlar, kitoblar, o'qilgan kitoblar, sotib olingan kitoblar, ularning mavzulari, ya'ni mana shunaqa realizationlar ancha ko'pda. Va o'shaning uchun ham birinchi dars nima?
anglab yetgan haqiqatim, o'qituvchilik, agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, kasbga jiddiy qarashni boshlash. Ya'ni men kasbimga jiddiy qarayman. Quruq gapni o'zi emas, shu boyagi commitment qilish. O'zbekchasini topolmayman. Mana shunaqa qilishni boshlang. Eng qizig'i, bizga Aziz Rahimov o'qituvchilarga treyning o'tgandilar. O'sha treyningda zo'r narsa aytdilar. Teaching siz hayotim oxirigacha qilaman deb qarashingiz, mana shu boyagi standartlaringizni o'zgartiradi. Mana shunaqa qanaqa tayyorgarlik ko'rasiz, o'zingiz ustida ishlaysiz, boshqa. Mana shu narsalarni o'zgartiradi-ku. Ya'ni qanchalik dedicated bo'lganingizni, qanchalik commitment qila olishingizni, qanchalik boriz berib ishlash degan ko'nikmani shakllantiradi-ku o'zingizda. Va eng qizig'i, keyinchalik mayli kasbingizni o'zgartirasiz. Ya'ni endi bunaqa majbur emassiz, bir marta men aytib qo'ydim-ku, endi umrim oxirigacha bo'laman deb qo'ydim. Yo'q, balki kasbingiz o'zgarar. Ya'ni o'qituvchilikdan boshqa yo'lga o'tarsiz. Ya'ni faqat maktabda emas, boshqa joyda onlayn o'tib ketarsiz. Yoki umuman boshqa kasbga qiziqib qolarsiz keyinchalik. Bilmadim, lekin o'tib ketadigan bo'lsangiz ham mana shu mindset va mana shu sizda shakllanib qolgan ko'nikma, ya'ni boriz berib ishlashingiz, bunga long term qaragandek qarab tayyorgarlik ko'rishingiz, hammasi transferable. Shunda anaqa nariga keyingi o'tib ketgan kasbingizga yoki keyingi almashtirgan sohangizga shuna o'tib ketaveradi. Ya'ni plusda, ya'ni u ham hech qanaqa minus joyi yo'q buni qarashda. Bu birinchisi. Ikkinchisi classroom management is everything. Hamma narsa. Men shu eslayman, endi o'quv markazida bunaqa muammo bo'ladimi yo'q bilmayman. Menda bo'lmagan. O'quv markazida ishlagan paytim, Merit o'quv markazi bo'lardi u payt. O'sha yerda bo'lmagan. Quva Farg'onada ham bunaqa bo'lmagan. Lekin maktabda, classroomda va o'quvchilar ikkiga bo'linsa ham, ya'ni 24 ta o'quvchi ikkiga bo'linib 12 tadan, maksimum 12 tadan bo'lganda ham baribir o'sha boyagi sinfxonadagi tartibni ushlash, uni boshqara olish eng muhim ko'nikmaligini tushunganman. Va u yoqda nima narsa desa, bolalarni diqqatini boshqara olmas ekansiz. Ya'ni o'zingizga diqqatini qaratib yoki o'rgatayotgan narsangizga ularning diqqatini qaratib, qara, shunaqa deb yoki qiziq qilib darsingizni o'sha boyagi ko'rsatgan materiallaringizni, visuallarni qiziq qilib, narsalarni ko'rsatib yoki tashkillanayotgan aktivitelarni qiziq qilib, ularning diqqatini o'zingizga tortmas ekansiz, ya'ni bola diqqat qaratmas ekan, hech narsa o'rganmaydi. Bu yaqinda chiqqan kitob ham bor edi, Generation Alpha in the Classroom. Har bitta narsa degan e'tibor qaratish bilan boshlanadi. Ya'ni nimadir narsaga diqqat qaratasiz, keyin u narsa bilan bog'liqlik bo'ladi, interaction bo'ladi. Interaction bo'lgandan keyin learning bo'ladi deydi. Va shu narsa yo'qmi? Ya'ni e'tibor yo'qmi? E'tibor bermayaptimi bola? Demak, o'rganmayapti. No learning. Mana shu narsa eng muhimligini tushunganman va endi bu nima? Men o'ylaganmanki, endi hozirga aytganim qiziq bo'lishi kerak. U bitta qismi. Ya'ni faqat darslaringiz qiziq qilib, o'yinlar qilaversangiz har doim ham bo'lmaydi. Qaysidir payt o'sha boyagi rutinlar qo'yib olish kerak. Siz darsni qanaqa boshlashingiz, qanaqa tugatishingiz, kichkina to'polonchilik yoki nimadir misbehavior bo'lsa, mana shunga qanaqa yondashasiz. Mana shu hamma detallari hammasi muhim. Ya'ni siz qachon bo'ldi, mana shu qiziq darsim, mana shu zo'r visual qo'yib qo'ysam, yaxshi rasmlardan foydalansam, AI qilib bergan yoki nimadir o'yinlar, 2-3 ta o'yin qo'shib qo'ysam orasiga, bo'ldi, hammasi yaxshi ketar ekan emas. Yo'q, uzr, unaqa ishlamaydi. Nima bo'lish kerak? Clear routines. Ya'ni qanaqadir rutin. Nima? Boshlan qanaqa? Aktivite qilganda qanaqa bolalar nima qilish kerak? Expectationlar, siz nima kutyapsiz ulardan? Shunaqa qo'yitish kerak. Sinf qoidalari, classroom rules. Men shu ko'p paytgacha o'ylardim, shu boyagi
o'quvchilarga chegaralar qo'yib, bunaqa deyishlar qanaqadir endi u traditional teachingda endi shunaqa, zamonaviy teachingda biz endi erkinlik, bola bemalol xohlaganini gapirsin, xohlaganini qilsin degan. Men даже birinchi yilim o'qituvchidan ruxsat so'rash ham shart emas, bor ko'chaga chiqib ketsang chiqib ketaver. O'sha bathroomga boradimi, suv ichgani chiqib ketadimi, farqi yo'q, chiqib ketaver. Shunaqa qilganman-da boshida. Ya'ni o'zimcha zamonaviy cool teacher bo'lishga harakat qilgandim. Ular ishlamas ekan. O'shaning uchun ham mana bu video o'zi mana shu YouTube'ni borligi ham mana shunaqa xatolar qilindi. Yoki mana shunaqa qilib ko'rdim, o'xshamadi yoki men bunaqa qildim, o'xshab qoldi. Men bunaqa o'qidim, ishladi menda degan narsalarni ulash uchun. Va mana shu narsa classroom management yo'lga qo'yib olish kerak va qo'yib oldingizmi yo'lga, bitta qo'yib oldingiz bo'ldi, bu yog'iga ketadi emas. Yo'q, buni ushlab turish kerak. Ya'ni siz biror narsaga o'quvchilarga classroom rule qo'yar ekansiz, mana shunaqa qilish mumkin emas. Shunaqa qilsa ham bunaqa bo'ladi. Degan consequence, jazo emas, consequence, buni farqini balki alohida gapiramiz. Consequence, ya'ni oqibatlarni ko'rish kerak bola qilayotgan ishini, ya'ni noto'g'ri ishlarning oqibatlarini va qilayotgan ishlarning ham oqibatlarini ko'rish kerak. Ya'ni maqtash kerak uni, kompliment qilib qo'yish kerak, praising deydi. Shunaqalar qilib qo'yish kerak-da va bu davomiy bo'lish kerak. Va bu vaziyatdan vaziyatga farq qilgani uchun bir yo'q, bitta tiniq mana shunaqa degan narsa yo'q. Vaziyatdan vaziyatga farq qiladi, classroomdan classroomga farq qiladi. Shuning uchun boyagi oqibatlar ham bo'ladimi? Ya'ni consequencelar ham hammasi doimiy bo'lish kerak. Ya'ni consistent bo'lish kerak. Bir marta qildingiz, keyingi safar qilmaysizmi, o'xshamaydi. Ya'ni har doim qilib borish kerak ham. Mana shu narsani anglab yetdim. Ya'ni classroom management, agar siz ustoz bo'lsangiz yoki endi boshlayotgan ustoz bo'lsangiz va maktabda yoki umuman shu sinflarga o'tmoqchi bo'lsangiz, biling, classroom management hamma narsa. Va o'rganish kerak. Unga uchun kitob bor. Jim Scrivener'da classroom management kitobi bor va boshqa classroom management kitoblar ham bor. Shularni o'qish kerak, qo'llab ko'rish kerak. Sizda eng qizig'i bitta nimadir o'qiysiz kitobda, qo'llab ko'rasiz, o'xshamaydi-yu. U degani bo'ldi o'xshamas ekan degani emas. U aynan o'sha guruhda o'xshamas ekan. Ya'ni boshqa sinflarga qo'llab ko'ring, boshqa guruhlaringizga qo'llab ko'ring. U yoki o'sha paytda o'xshamadi. Ya'ni o'sha darsda, o'sha vaziyat uchun o'xshamay qoldi. Boshqa payt qilib ko'ring. Chunki menda juda ham g'alati keyslar bo'lgan. Ya'ni g'alati deganda noodatiy keyslar. Bitta guruh. Bitta narsa qo'llab ko'raman, nimadir yangi o'rganganim, qaysi kitobda kelgan, qo'llab ko'raman deb nimagadir o'xshamayapti. Nimadir jota bo'lmadi, endi kitobda yozuvchini yozurgan ekan deb o'sha opa deganman. Lekin xuddi shu sinf, faqat boshqa dars, ya'ni kunning ertarog'idagi dars, ya'ni ikkinchi soat dars adashmasam, yoki bir yoki ikkinchi dars. Shu payt o'xshyapti-da. Ya'ni undan oldingi kuni nima bo'lgan? 7-chi, 8-chi oxirgi soat dars, bola charchagan, nimadir, o'zimda ham energiya bo'lmaganmi? O'xshamaganda, ya'ni qo'llab ko'ring, o'xshamagan. Lekin xuddi shu guruh, xuddi o'sha narsa, vaziyat shu holat. O'sha narsa o'xshab ketganda. O'shaning uchun ham bu anaqa eksperiment qilishda har xil qilib ko'rasiz. Bu payt qilib ko'rasiz, boshqa guruh bilan qilib ko'rasiz, boshqacha sal o'zgartirib ko'rasiz bu joyini, nimadirlarni olib tashlab ko'rasiz. Boshqa har xil eksperiment qilib o'z uchun o'rganib olishingiz kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman. Va uchinchi eng katta narsa, bitta narsani boshladingizmi? Ya'ni teaching boshladingiz, o'z ustingizda ishlashni boshladingiz, hech qachon man uchun yetadi bo'ldi. Shuncha kitob o'qib qo'ydik, endi shuncha bitta kurs oldim-ku. Bo'ldi, seltam bor-u mani. Keyin nimadir sertifikat TKT-mi bo'ldi. Ya'ni mana shu narsa bor-u menda yoki shu ham yo'qdir-u. Tajriba bor-u menda. 5 yildan beri dars o'tyapman yoki shuncha anaqa o'qitib qo'yganmiz, shuncha o'quvchi, nechta mingta o'quvchi o'qitib qo'yganmiz, nechta yuzlab o'quvchi o'qitib qo'yganmiz, tajriba yig'ilib qolgan degan narsa to'xtatib qo'yish kerak emas sizni yangi narsalarni sinab ko'rishdan, o'rganishdan. Eng qizig'i
o'rganganda bitta narsa bor, bitta point. Siz hamma narsani bittada o'rganishingiz bor, ya'ni kitoblarni o'qib yuraverishingiz bor, videolarni, YouTube videolarni, podkastlarni ko'rib yuraverishingiz bor va bularni qo'llab ko'rishingiz bor. Menda bo'lgan xato, men hamma narsani bittada to'g'irlamoqchi bo'lganman. Ya'ni menda nimadir muammo bor. O'quvchilar eshitmayapti, dars nimadir, planim cho'ta nito, nimadir 3-4 ta muammo bitta paytda shu hammasini to'g'irlamoqchi bo'lganman. Bittada perfect qilmoqchi bo'lganman. Ya'ni lessonni ham, dars sifatini ham, o'quvchilar bilan o'sha boyagi classroom managementni ham, boshqa hammasini bittada to'g'irlamoqchi bo'lganman. Guess what? O'xshamaganda. Ya'ni bu xatoni qilib qo'ymanglar. Bitta narsani tanlab oling. Ya'ni o'zingiz uchun qanchadir muddat farqi yo'q. Shu boyagi narsa, shu muammo bo'layotgan sinfingizda yoki siz o'zingiz shu narsani o'stirmoqchiman, shu tarafni rivojlantirmoqchiman degan tarafingizda yetarlicha sezilarli o'sish ko'rmagunizcha bitta shu narsani qilaverasiz. Qolgan narsalar uxlab turadi, ya'ni qolib turadi anaqa. Spyashi rejimda turib turadi. Waiting qilib turadi, waiting modda. O'sha bitta, masalan, classroom managementda deylik, boyagi bitta qoidani consequencelar berib, uni consistent ushlab turish, right? Mana shu narsani qilib olasizda bo'ldi, ya'ni mana shu narsani o'zingiz uchun va o'quvchilar uchun ham singib ketgungacha shuni qilaverasiz. Boshqa narsa, boshqa mayli, ozgina nariga kutib tursin, boshqa taraflari, boshqa muammolar ozgina kutib tursin. Mana shu narsani o'zini zo'r qilib olaylik, keyin qolganini ko'ramiz degan narsani qilish kerak ekan. Menda shu bo'lgan. Menda hamma narsani bittada yaxshilamoqchi bo'lganman. Yaxshilangan, ya'ni qaysidir foiz, nechtadir foizlar yaxshilangan, lekin samaraliroq bo'ldi men qachonki bitta narsa, masalan eliciting, right? O'quvchilarga prosta aytib qo'yib yoki mana shunaqa deydi demasdan, ularning o'zida nima bor ekan? Ya'ni aytmanga. O'quvchini olib borish o'sha siz biladigan javob bor. Mana shunaqa o'quvchilar mana shunaqa deyish kerak siz uchun. Mana shu mavzu bo'yicha ularda oldin bor bo'lgan ma'lumotlarni bilmoqchisizda, ya'ni bilish kerak o'zi aslida. Mana shu eliciting qilib so'rash, ya'ni nima shu, mana shunaqami? Buni qilsa bo'ladimi? Yoki boyagi CCQlar so'rash, concept checking qo'yish, ya'ni mana bu so'z nima ekan? Mana shunaqa ekan. Tarjimasi emas, ya'ni bu konseptni tushundim o'zi. Mana shunaqa qilsam bo'ladimi? Buni mana shunaqa joyda ishlatsam bo'ladimi? Degan qanaqa savollar, mana shunaqa ICQs, CCQs, eliciting, mana shunaqalarni bitta elicitingni bitta olasizda, bo'ladi. 1 oy ketar, 4 kun ketar, bilmayman. Ikkita dars ketar. Ikkita dars faqat shunga fokus qilasizda, bo'ldi. O'sha o'zingiz ham sal confidence qilasiz bu texnika shu ishlatishni va o'quvchilar ham sezib qoladi. Bo'ldi, tomiriga tushdi deydi. Tomiriga tushgandan keyin bo'ldi, sekin shu keyingi narsa. Ya'ni one thing at a time. Bitta narsa ketdi. Shunaqa qilib bosib olish kerak ekan. Xullas shular. Endi gapirsam ko'p gapiraverman. Hammaga rahmat. Obuna bo'lib qo'yinglar yana. Vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Foydali bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar, bilish uchun. O'zi umuman bu videolarni kimdir ko'radimi, ko'rmaydimi? Eng anaqasi o'zim teachingni boshlagan paytimda kimdir mana shunaqa kontent olganda aniq 100% ko'rgan bo'lardim. Va umid qilamanki, o'sha teaching karyerasini boshida turgan yoki boshlab nimadir muammolarga uchrayotgan ustozlarimiz bor va ular mana shu videoni topib ko'rishadi degan umiddaman. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.